Ustasidan kuchayib ketibsa. Aka, endi qo'ldan kelgancha aka. Ishni ko'ringlar do'stlar, nima deyapti bu? Ishni ko'rsa aka. Baho bersan hollarigacha aka. Akvarimli. Gap yo'q. Do'stlar, mana shu modelga bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Shunchaki havas qilinglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Bizning kanal obunachilariga eksklyuzivniy baroko model bugun ko'rsatib o'tiladi. Do'stlar, bugungi video obzorimizda O'zbekistonda yo'q desa yolg'on bo'lib qoladi. Vodiyda yagona bo'lgan mana shu modellarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sababi nimaga unaqa deyapman? Stolga bitta alohida e'tibor beringlar. Vobshe dahshat chiqqan bunaqasi Vodiyda bitta mana shu ustada, mana shu Andijonda bor. Do'stlar, mana shu ustani taniganlar bo'lsa bitta like bosinglar. Sababi bundan oldingi videoda aka deb trendga chiqqan usta Shohobozning oldiga kelganmiz. Usta o'sish vobshe katta-yu, ha? Xudo xolasa aka. Yaxshi kelib oldingizmi? Ishda dahshatlari chiqib qoldi-yu, ha? Ha, xudo qo'ldan kelgancha. Xudo aka. Oho, yolg'on desam, asarlari bo'lib qoladi. Yolg'on desam, unaqa qoladi, lekin Vodiyda yagona o'zimiz qo'ldan chiqadi aka, birinchi qo'l aka. Bu yerlarga ham qo'sha ishlatilibdi-da. Albatta aka, Krashinning xon aka. Usta, eng zo'ri shumi yo, bundan ham zo'ri bor. Bundan ham zo'rlari bor aka. Gap yo'q. Usta bu vobshe boshqacha-yu, ha? Aka, buni xonini oyog'ini tayyorlanib kiyimali qilganmiz aka. Gap so'z bo'lishi o'zimizda bitta chiqadi Vodiyda aka. Bugungi video roligimiz o'ta boshqacha bo'lar ekan-da. Ko'rib maza qilib oladigan. Xudo xolasa aka. Stol surovonamiz yeydigan bo'lar ekan. Undan tashqari bu yerda ustaning yong'oqdan qilingan modellari bor. Bular haqida ham ko'rsatib o'tiladi. Usta, xudo xolasa bugun bir ham hurmat qilgan holda ham narxlarni arzon qilib bermasak bo'lmaydi. Xudo xolasa aka. Gap yo'q. Do'stlar, bittadan like deb bosinglar, ayamanglar. Xudo xolasa mana shu videoda rekap chiqishimiz kerak. Bu yerda boshqa modellar ham bor. Ko'rinmasa qiladigan video bo'ladi. Usta Shohoboz bilan birgalikda bugun ikkovimiz internet portlatamiz. Xo'p bo'ladi. Shohoboz o'tgan safar Vodiy bo'ylab bepul qilib bergan edi dastavkani. Bu safar qanaqa bo'ladi? Xudo xolasa aka, bu safar ham 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Namangan, Andijon, Farg'onaga ichida bo'ladi, aytilgan narxlarda. Qolgan viloyatlarga kelishgan olib chiqarib yuboramiz. Masalan, Toshkent, albatta, Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga 500 ming so'm, Samarqand 600 ming so'm, Navoiy, Qashqadaryo 700 ming so'm aka. Iyag'i aka, Nukus, Xorazm bo'lgan 8-9 atrof chiqadi. Bir komplet ichida bonusga upakovka boradi aka. Upakovkasi o'zingizdan beramiz. 200 ming so'm o'zi puketadi, siz o'rab beramiz. Xo'p, kelmoqchi bo'lganlarga qayerga chaqiramiz? Xo'p, aka, borib ko'raman deganlar. Kelib ko'raman deganlarga shu aka bozorga mebel markaziga 66-joy kelishsa aka. Mana shu joy. 66-joyda turamiz aka, shu yerda bo'lamiz aka. Ismi Shahbozbek. Gap yo'q. Agar uzoqdagilar ko'rmasdan zakaz qilman deganlarga ham bemalol internetlar, WhatsApp, Telegram nomerimiz bor. Aloqa chiqsa chiqarib beraveramiz. Ustaxonaga boraman deganlarga Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Albatta, borishadi aka. Ijtimoiyat mahallasi keladi. Ijtimoiyat mahallada aka. Xo'p, shundan boshlayveramiz uni. Xo'p, aka, bu 12 talik ishimiz aka. Kobra Monika aka. Gullari bambu gul ishlangan, mebelni svet ishlangan aka ranglari. Mebelni svet. Kombinatsiya qilingan gulli material bilan attachment material aka. Guli o'rtaga kelgan ekan. Albatta. Arqa tomonlari pardali aka, 12 talik. Hollar 320 ga 120. Yong'oq bu. Yong'oq 100% aka. Xo'p, nech pul qilib beramiz? 12 talik. Xon taxta bo'ladi, 6 million so'm. 6 million so'm. Vodiy bo'ylab ichida bo'ladi. Toshkent bo'lsa 6 ga yetib boradi aka. Ketdi. Undan keyingisi aka, bu shampan svet aka. Shampan svet hovlovchilar uchun aka. Bu ham 12 talik aka. Buni ham hollar 320 ga 120. Avanli bo'lgan hisobiga 2 xil turibdi. Mana bu 4 burchak, bu avanli hisobiga. Bu avanli, bunisi 4 burchak holat. Albatta, bir-birimiz ko'p aka. Buni ham narxi aka 6 million so'm. 6 million. Oqi ham bor, oq jemshuli svetda. Buni ham narxi bir xilda, 6 million so'm. 6 million so'm. Bu holatda ham 6 million so'm. Qarashingiz ham 6 million so'm. 6 million so'm. Uchalasi bir xilda aka pullari. Xo'p, tepadagi stul qanaqa endi bu? Tepadagi aka lissa va o'ris yog'ochi, buni donaga olib chiqib qo'yganmiz. Donaga necha pul? Donaga 240 ming so'm qilib beramiz. 240 ming so'm. Agar 12 talik komplet terib bersangiz necha pul bo'ladi? 3,5 million qilib beramiz. 3,5 million bo'ladi. 3,5 million. Xonlari bilan 275 ga xonlari bilan bo'ladi. Buni Vibraga olib chiqib qo'yganmiz. Hozir naryoqda joyimizda ham turibdi, tayyorlanib ko'rsatamiz. Xo'p, gap yo'q. Xo'p, keyingi ishimiz aka, plankali arab tomchi deyiladi aka. O'zini modasi hech ham o'lmaydi bu ishda aka. Hozirgacha o'tgan safar videomiz zakaz olyapman aka. Mashinani? Ha, rasm chiqardik aka. Bo'laman mebel svet ham olib ketdi aka o'tgan safar videomizda. Gap yo'q. Materiallari turistik material aka. Aqa oldilari kelgan mana gullarigacha. Mebelni svet holovchilar uchun holan shampan, holan oq, hola mebelni svet desa aka farqi yo'q, pul o'ynamaydi. Materialda ham. Xo'p, narx qiladigan bo'lsa aka buni 7 million chiqaryapsiz, siz obunachilarga 6 million 800 dan aka rasplajash ketdi. Gap yo'q.
Xo'p, shuni oq sveti bu. Buni oq svet aka. Materiali jakar materialda aka, sochiq material qo'yilgan. Oq sveti jemshulik, xonlari MDFdan 320 ga 120. Xonlar tepasiga ham ko'rib berasiz, o'zingiz rover xizmatda gullar ochilgan aka. Suv to'ysa ham ishmaydi aka. Pishiq bo'ladi aka. Bu ham 6 million 800 ming so'mga ketdi aka. 6 million 800 ming so'm. Albatta. Xo'p, bulardan ko'ra narxi ozgina qimmatroq modellarimiz Xurram bor ekan bu yerda. Zo'ri bor aka, mana Xurramimiz bor ekan. Shohona Xurram Sulton aka. Bu oq jemshuv sveti materiallari turetskiy materialda kombinatsiya qilingan aka. Hop, bu 12 talik ishimiz. Xonlari 320 ga 120. Taylari simali holat tayinlangan aka. Tagi simali. Aha. Xo'p, aka buni bo'ladigan narxi aka 8 million 800 ming so'm qilib beramiz mana shu holatiga. Shu holatda. Ha. Agarda simalarni olib boramiz, anaqa oddiy xon taxta variantga deladigan bo'lsa, mana bu tayyor turgan tumbali 8 million so'm qilib beramiz aka. 8 million so'm. 500 ming narxi arzonlaydi. Yo'q. 800 ming so'm. 800 ming arzon. 8 million 800. Demak, simalali bo'lsa 88, xon taxta bo'lsa 8,5 million so'm. Albatta aka. Gap yo'q. Xuddi shunday. Endi bu ishimiz aka, qoplamali aka. Qoplamali variant, do'stlar. 9 oyog'i 14 talik bu ishimiz. Aha. Juda katta, xudo xolasa, bunda e'tibor berib ko'rib qo'yishaveradi. Xonlari 360 ga 120 aka, MDFdan bo'lgan. Xonlari xon taxta ishlatsa ham bo'ladi. Oyoqlari baquvvat ekanda usta bu. Aka, bunday ushaganda qo'lingiz yetmaydi mana. Mana o'zimning qo'lim yetmayapti, to'g'risi. Katta ekan. Katta ish aka, ha. Gap yo'q. Stol nechiga nechi? Stol 360 ga 120 aka. MDFdan. Bu ham MDF, ha? Albatta, rover xizmatlarini ko'rib ko'rasiz. O'ta chiroyli chiqqan. Xudo xolasa xizmat qiladi. 100% jongo aka. Material, sochiq material, yaxshi materialdan qo'yilgan aka. Qoplamali varianti. Tuymalarini ham o'zinikidan ekan. Albatta aka, o'ziniki aka. Shu o'zidan qoplangan aka. Buni aka 12 talik narxi aka. Nech bu? 12 ta narxi 8,5 million so'm. 8,5 million. Ha. Bu 14 talik variantimiz aka, bu sotildi. 11 million so'mga sotildi hozir. Bu hozir 14 talik, lekin nech pul sotildi? 11 million 500 ming sotildi aka bu. 14 talik. 14 talik. Agar 12 talik bo'lsa-chi? 12 ta 8,5 millionga chiqarib beramiz. Hozir kichkina ikkisi stol ozayib. Ha, bu 360. Albatta. 12 talikka 320 bo'ladi. 320 bo'ladi aka. Lekin mana shu turishini olaman desa 11 millionga qilib berilaveradi. Qilib beramiz. Lekin usta bunga ham bitta zo'r tomoni, bu tomonga yana ikkita stol qo'yib olsa bo'laveradi. Sharoiti bor. Tushadi aka. Ha. Endi bunaqa. Xo'p, keyingi modelimiz. Keyingi modelimiz aka 3D variantda aka. 3D oyoqlari gulli variantda aka. Sochiq material qo'yilgan 12 talik. Aka buni skidga qilib beraman. Nech pul oshiraman? 6,5 million olishsan aka. 5 ta. Gap yo'q. 6,5 millionga 3D varianti do'stlar. 3D yong'oqdan 100% aka. Mana taylagacha 10 ta ko'rsataman aka mana. Yolg'on bo'lmasin gapimiz aka, men gap isboti bilan aka bizda. Go'zal. Gap yo'q. Xonlar 320 ga 120. Bu ham xon taxta vazifasini bajaradi aka. Buni ham xohlagan rangida imkoni bor. Albatta, hozir shunda alib turgan joyimizda ikkita ishimiz sotdi aka. Joyimiz bo'shadi ana ko'ring. Xudo xohlasa sotilib ketdi. Ikkita ishimiz. Keyingi modellarimiz qanaqa usta? Keyingi modelimiz aka puli arzon bo'lsin, hamyonbop bo'lsin. Deydi, qizga beraman, uy olyapti deganlarga aka mana shunday aka 12 talik aka. Buni material aka bakateriya aka. Bakateriyadan 12 talik aka. Lekin usta bakateriyani ham ko'pchilik olyapti, sabab puli arzon bo'lyapti-da, xizmat yong'oqman deyarli bir xil bo'lyapti. Bir xil aka. Yog'och quruq bo'lsa yaxshi xizmat qilyapti. Albatta aka. 12 talik bu ham. Bu 12 talik aka. Aha. Bu 12 talik naborimizni narxi. Bu ham 320 ga 120. Albatta, bir xil o'shalar bilan xonlari 5 million so'm. 5 million. 5 million so'm. Vodiy bo'ladi dastlabki ichida. Ichida ketdi aka. Gap yo'q. Siz obunachi. Bunisi ham shundan, ha? Bu ham aka shundan aka. Materiali ikki xil qilingan xolos. Xonlari ham bir xilda aka, razmerlarigacha aka. 320 ga 120 xonlari xon taxta vazifasini bajaradi. Bu ham 5 million. Bu ham 5 million so'm aka. Ketdi. Rasprodaja aka bizda. Xo'p, keyingi arzon ishimiz qaysi? Aka endi bitta tushuntirib beraylik. Hozirda ishimiz sotilib ketib qoldi. Xuddi shuni bakateriyaligi bor-da. Ko'proq unikani 3D oyog'i gulli variantligi. Ha, buni ham bakateriyaga bor. Albatta. Xo'p, bu yoz yong'oqda 6,5 milliondan qo'ydik. Agar bakateriya bo'lib qolsa necha? 5,5 million. 1 million arzon chiqadi. 1 million arzon, oyog'ida gulli borligi uchun aka. Lekin o yong'oqdan ko'ra narxi 1 million arzon. 1 million arzon. Lekin xizmati bir xil. Xizmati bir xil. Zo'r ketyapti aka, lekin odamlar olyapti. Chunki bular ham baland oyog'i 3D katta ish. To'g'ri. Asosiysi xizmat qilsa bo'ldi. Ha, bemalol aka. Xo'p, bunimiz endi. Pulimiz aka hozir ayda ko'rsatdi 220 ming so'm deb donaga. Lisva yog'och bu. Aha. Xuddi shuni aka 12 talik bu aka. 275 ga 110 bo'ladi xonlari, uzunligi. Bu kaltaroq bo'ladi. 275 bo'ladi. Ha.
Buni narxi aka 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Komplet 12 ta stol xonalari bilan dastlabki ichida bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Usta endi videoda boshida ko'rsatib o'tgan mana bu san'at asarlariga yetib kelsak, Kelaveramiz. boshlaymiz endi. Shundan Mana shu ketaveramiz. kemalidan ketdik aka. Krashinni 280 ga 110 bo'ladi aka. Xudo xolasa agar devorida. Agar ko'rgan odam mashinada ko'rdim desa, mashina o'zimizda oladi, boshqa joyda unaqa ish yo'q. 100% javob bering. Haqiqatda yangilik ekan. Bitta ish Andijon milliy markazida, xudo Qaylari xolasa. ham vaqti boshqacha chiqqan do'stlar. Haqiqatda ishlangan ishga gap yo'q. Soni necha endi usta buni? 275 ga 110 bo'ladi. 75 10 talik aka. Bu 10 talik. Buni sherigini sotdik hozir aka. Stullari nimadan qilingan? Stollar turetskiy aka, Turkiyadan kelgan aka. Metal aka, qirilmaydi aka, ishni solmaydi ekan aka. Material ham turetskiy material qoplangan aka. Nerjavaki zanglamaydigan material. Albatta, haqiqiy Turkiyadan keladi aka metal. Hamma yo'g'i. Usta shu turishini necha pulga beramiz endi? Buni aka bo'lish 1400 dollarga ketdi aka. 1400 dollar. 1400 dollar. Dollariga. Endi bu ham tot devorga. Bu 12 talik ishimiz aka. Bu 12 talik 3 metrga 110 aka. Tumbar ham alohida tema aka bular aka. O'zi bizda yagona ish bo'ladi. Tepaga ham oynalarni boshqachalari Albatta aka. Xudo xolasa usta lekin bitta narsa aytilayotgan narxga idishlari kirmaydi. Yo'q, kirmaydi aka. Shuni aytib qo'yishim. Bu ko'rgazmaga qo'yganmiz aka buni. Agar pulni beraveramiz aka. 1,5 million so'mga beraveramiz, idishlarni qo'shaveramiz. Tumbalari ham boshqacha chiqibdi, gap yo'q. Ha, vahshiy dahshat chiqqan aka bu ham. Dahshat. Xo'p, 3 ga necha bu? 110 aka. Bu ham nerjavaka turetskiy aka. Bu yerda 3 xil to'g'ri ishimiz turadi aka bu yerda. Aka buni narxi aka 1700 dollar. 1700 dollar. 12 taliga bu? 12 talik. 12 talik. 1700 dollar aka. Do'stlar, bitta baho beringlar ishga. Haqiqatda zo'r chiqqan. Xo'p, qaysi qoldi? Bu qoldi endi. Mashq qoldi aka. Hozir keyingi ishlarimizni ham o'rnatgan olib chiqyapmiz aka. Xo'p. Bu aka buni ham xona alohida tema aka, ko'jali ishlangan. E'tibor berib ko'rib qo'ying aka. Chekalari koja. O'ta sifatli aka. Gap yo'q lekin. Bu tumbasiga ham alohida tema. Tumbasini ham ko'rib qo'ying. Alohida tema aka bu ham. Bu ham zo'r chiqqan. Gap yo'q. Necha usta stol bu? 280 ga bu ham 110 aka. Avvalgi holatda aka bu. Hozir buni qalinligi ham bir 10, 12 tepasida o'ynab ketgan. Endi ishlovni qilganmiz aka. Xo'p, bu ham o'sha turetskiy nerjavaka. Turetskiy aka. Do'stlar, nima deyapti ish bitta ko'ringlar. Mazza qilasizlar. Nech pul endi usta bu? Buni narxi aka 1700 dollar. Bu ham 1700 dollar. 1000. Bunimiz 10 talik ekan-a? 10 talik aka. Narxi necha pul? 1700 dollar aka. 1700 dollar. Sexdan, mana shu sexdan chiqish narxi, lekin bularga dasturga qilib bermaymiz aka. Bu uchala ishga, qolgan ishlar dasturga qilib beramiz. Buni o'zi отдельный upakovka qilib, mana qilib, chexollar o'rab yuklash kerak ekan buni. Upakovkalarga pul ketadi aka. Endi biz obunachilarga iloji boricha vodiy bo'ladi, dastavkasi ichida qilib beriladi do'stlar. Aka, kelishgan holatda. Mabodo qilib bermasa, menga aloqatsizlar, o'zim ta'zirini berib qo'yaman deylik. Bo'ldi aka. San'at asarini ham bir obzorini qilib beraylik endi. Bo'ldi aka. Bu qanaqa model bu? Bu aka karkas holati aka ABS plasmassa aka, o'z og'irligi ham bor aka. Tashlab yuborishdan, irg'itib yuborishdan sinmaydigan bo'ladi aka bu. Hatto mashinada ezdirib ham ko'rdik aka buni. Videolar chiqdi, singan yo'q aka. Hech narsa bo'lmadi? Yo'q, material turetskiy aka, gullari kelgan aka. Orqa tomonda mana o'ta chiroyli holatda kelgan aka. Kombinatsiya qilingan aka, ko'ryapsiz, qoratirlar aka, hamma yo'qga patilalar bilan eng sifatli oldi ishlar xudo xohlasa bizda. Gap yo'q. Xo'p, stol necha? Stoli 360 ga 120 aka. 360 ga 120. Onlar ichlar akvarium uzundan qo'yilgan aka. 2 metrlik. Smalani ham zo'ridan qo'yib qo'yibdi. Smala ham aka chayon smaladan ishlangan aka. Stoliga bitta ahamiyat beringlar, yonlariga yetdi ko'ringlar. Mazza qiladigan ish bo'lgan. O'ta chiroyli holatda aka. Xonni ham 3 qavat ko'rsiz-da, usta? Albatta aka. Tepadagi bular ham zo'r chiqqan. Sifatga ko'rib ko'rasiz. 12 talik barokko model, ABS plastik qilingan, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi, moshada ham tepalatib hech narsa bo'lmadi. Usta endi necha pulga beramiz endi bu modelni? Aka o'zimiz qo'llar uchun aka arzon qo'yib beramiz. Necha pul? 18 millionga rasprodaji. 12 talik. Mana shu holatda. 18 millionga. 18 million so'mga. Orqasini ham bitta ko'rsataylikchi. Orqasi ham o'zim ham bir xil ekan. Albatta aka. 18 million so'mga agarda xona menga bunaqa holatda emas, mana bunaqa holatda
bo'lsin Oddiyroq desa. Oddiyroq ikkita akvarelli o'rtasi kesik holatda deydigan bo'lsa 1 million so'm arzonlaydi. 17 million so'm chiqadi. Qoni oddiy bo'lsa. Qoni oddiy. Nargindan bo'lsa. Shunaqa bo'lsa, ikkita akvarel o'rtasi ochiq bo'ladi endi, unaqa uzun bo'lmaydi. Dumaloq 60 bo'lib bo'ladigan bo'lsa, 17 million so'mga rasprozaj. Xo'p. Keyin Lekin shu turishi 18. ha, 18 million so'm. Bu-chi? Bunimizdan bo'ladigan bo'lsa, aka, bunimizni 12 talaga 1000 dollar qilib beramiz. Bu Sheyx modeli. Bu Sheyx model, ammo akvarellari kichkinaroq bo'ladi, aka. Bunaqa katta bo'lmaydi. Telefon qilsa rasm tashlab beriladi. Albatta. 70 dollardan chiqadi donaga, aka bu. Bu 95 dollar chiqadi bo'lishi. Gap yo'q. Do'stlar, ustaga telefon qilinglar. Mana bu modelni ham ko'rsatib o'tdik. Usta, menimcha ishlarimiz qolmadi endi. Xudo xolasa bo'ldi, aka. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.